30, 40, 50 ga kirganlar sizlar kuni bilan 5-6 kilogrammli sumkani ko'tarib yurasizlarmi? Yo'q a. Lekin kichkina bolalarimiz ko'tarib yuribdi shuni. Nechinchi sinfsan? 5. Mana sumkani og'irligi bilasanmi? Bu kamida 6 kiloda. Seni yoshingdagi bolaga necha kilogramm mumkin bilasanmi? 3 kilo, 3,5 kiloda. Bundan oshiq. Sizlarda kasalliklar. Bular hammasi bugungi kerakli nimalar, ha? Lochin. Ana kitoblarim hammasini bugun ishlatasizlar, to'g'rimi? Adabiyot, ona tili, matematika, buning orasida daftari ham bor. Sen nechinchi sinfsan, Sarvar? 6 sinf. Mana sumkani kattaligini qara. O, ana turistlar kattagina ryukzak ko'tarib yuragan. Artur только что пришел с этой, как сказать, вот гантель, можно сказать, это гантель, вот он. Смотри. Artur terlab ketganini. Yana bitta tijilag'is keldi. Jismon tarbiyasi maktabi. Men bularni qiyshiq o'tirma, kompyuterda to'g'ri o'tir, umurtqangda asra deb yozibman. Bular bir tonna sumka ko'tarib. Yana bitta og'ir atletikachi keldi mana. Dahshat endi bu 7 kilo chiqadi kamida. Dahshat, uni ichi ham mana pishib turgandan ko'rinib turibdi. Terlab ketdingmi? Ha, bu mana uni gantelni ko'tarib yursan-da, terlaysan-da. Bu issiqda, voy Ahmadjon, o'zingni qiynaysan-da. Chinara, o'zi bilan teng sumka. Mana bu qiz bolaning sumkasini og'ir deyishadi. Dahshatku bu, dahshat. Qanaqadir bir yechim yo'qmi bu narsaga? Masalan, partadoshi bilan birga kelishib ikkita kitobni bu olib kelsa, yoki bo'lmasam kitoblarni kichikroq chiqarsa, yoki bo'lmasam maktabda o'sha sinfxonada qoldiradigan qilishni iloji yo'qmikan? Mana chet elda juda ham ko'p vatandoshlarimiz bor. Siz yashayotgan, ishlayotgan hududda, davlatda qanday yo'l tutishgan? Ularda ham bolalar mana shunaqangi katta og'ir sumkalarni ko'tarib yurishadimi?